davom etamiz. Bizga yana bitta obyektni qo'shib o'tirish shart emas. Shift D bilan duplikat qilsak bo'ladi. Shift D ni bosamizda, keyin aynan shu o'q bo'yicha qimlatish uchun G Z ni bossak, mana xuddi shunaqa obyektdan yana bitta qo'yib olsak bo'ladi. Bemalol. Endi oyog'ini takka qismiga bizga o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun endi biz yana bitta silindr qo'yib olamiz. Endi oldagi tarafidan bir raqamchasini bosamizda to'g'ri qarashimiz uchun bu silindr 90 gradusda burilgan. Shuning uchun ham R harfini bossak, biz uni bursak bo'ladi. Aniq gradusga burish uchun R ni bosgandan keyin R ni bosamizda, masalan 90 gradus deb yozamiz. 90 gradus bo'yicha buradi. To'g'ri 90 gradus bo'yicha buradi. Endi sal kichkinaroq qilamizda G Z bilan oyog'iga moslab olamiz. Qaraymiz qanchalik kattaligidaligini. Shunga o'xshashroq qilib yasaymiz. Salgina uzunroq. Tak. S X bo'yicha uzunroq qilamiz o'zgina. Mana salgina kichkinaroq qilamiz. Keyin buni qarasak, salgina oyoq qismi og'aygan. O'shanga ikki qismini belgilab olamizda, tab bilan birinchi bu qismini, keyin bu qismini, keyin roni bosib, biz hozir yuza qismini belgilaganimiz uchun ham belgilanmadi. Biz esa ikkinchi rejimga o'tib, faqat aylanani biz belgilashimiz kerak edi. Demak, bitta belgilar ekanmiz. Mana salgina bu tarafga, bu tarafni ham salgina bu tarafga og'aytiramiz. Mana endi deyotganimizga o'xshayapti. Endi tak qismini yaratib olishimiz kerak. Mana bu qismini. Bu qismini yaratish uchun biz yana tab rejimidan chiqamiz. Shift A. Bizga ko'p kerak bo'ladi. Qilamiz. Pastroqqa tushiramiz. Salgina kattaroq qilamiz dagina. Z bo'yicha qaytaramiz. Mosroq kelishi uchun to'g'rilaymiz. Keyin salgina mana qarasak, beriga, oyog'iga. Demak, mana bu silindr salgina kattaroq ekan. Deb qo'yamiz. Va qolgan joyini tekislab, chiroyli qilib taxlab olamiz. Bosamiz. Demak, salgina pastroqqa tushirar ekanmiz. Mana shunday bo'lsa bo'ladi. Salgina kichaytirar ekanmiz. Bunday qilib, keyin sal uzaytiramiz. Y o'qi bo'yicha. Keyin sal Y o'qi bo'yicha millatamiz. Endi bizga mana bu qismini salgina to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ctrl B funksiyasidan foydalanamiz. Mana qilib qo'yamiz. Bu yerda segmentlarni kamaytiramiz. Mana. Yana yasaganimizga o'xshaganroq bo'lyapti. Endi bizga salgina burchaklarni to'g'rilashimiz kerak. Bu tarafiga ham yaratamiz. Bu tarafiga bitta kesim qo'shishimiz kerak. Bu uchun Ctrl R dan foydalansak bo'ladi. Kesim yaratish uchun. Lekin biz
yuzani belgilaganimiz uchun to'g'ri bo'lmayapti. Yuzani belgilashimiz kerak. Bo'lmasam yana boshqa yo'nalish bo'yicha foydalanamiz. Mana Ctrl B bilan bunday qilib yaratsak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Keyin bu qismi salginagina x o'qi bo'yicha kengaytirishimiz kerak. Ctrl R funksiyasi uncha ishlamayapti. Lekin ishlashi kerak edi. Yangi joyga qaytamiz. Birinchi kub bo'lib turgan payti kesib olsak, to'g'ri chiqar ekan. Shuning uchun ham mana bunaqa payt kesib olamiz. Keyin bu qismlarni o'zgartirsak bo'ladi. Mana GX deb bossak, salgina tortib bu tarafga. Bu tarafga ham salgina yana to'g'rilab oyoqqa mosroq qilib olsak bo'ladi. O'zi mana faqat bir tarafi to'g'rilangan ekan, ikkinchi tarafiga tegmasa ham bo'lar ekan. Demak, bu tarafiga qaytaramiz. Bu tarafini sal ko'tarsak bo'ldi ekan. Salgina to'g'ri qilamiz. Keyin taraf salgina kichikaytirilgan. Biz ham xuddi shunday qilib taxlab olamiz. Bu qismi bilan bu qismini belgilab olib, Ctrl B bilan oyoq qismiga yaqinroq qilib taxlab olsak bo'ladi. Bu qismini salgina yaqinlashtirsak, bu qismini sal uzoqlashtirsak, oyoqqa yaqinroq shaklga aylanadi. Endi xuddi shunday shaklni yana bitta yasab o'tirmasligimiz uchun obyektni belgilab olamiz. Add modifier generate mirror effektka bilan sferani belgilab olsak, lekin qaranglar. Hozir hamma obyekt belgilangani yo'q mirror uchun. Nimadan noto'g'ri qildik? Noto'g'ri qilganimiz har bitta obyektimiz bu yerda alohida turibdi. Biz esa bitta obyekt qilishimiz kerak. Shuning uchun ham Ctrl G harfini bossak, obyektlarni belgilab. Hammasi bitta obyekt bilan keyinchalik belgilanganda ham bitta obyekt sifatida belgilanadi. Endi mirror funksiyasidan foydalansak bo'ladi. Sferka bilan bironta bir sferaga yoki silindrga belgilasak, mana ikkinchi oyog'i birdaniga tayyor bo'ldi bizda. Endi qayr qismi qoldi, qo'l qismi qoldi. Qo'l qismini qilish uchun yon tarafdan qarab olamiz. Va tab funksiyasidan foydalanib, liniyani belgilab olib, Shift S kursor to selected funksiyasidan foydalanamiz. Endi tab funksiyasidan chiqamizda Shift A bilan yana bitta silindr qo'shib olamiz. Silindrni burishimiz uchun yana olak tarafdan qarab 90 gradusga burib olamiz. Qaytaramiz. Va to'g'rilab olamiz. X o'qi bo'yicha SX uzaytiramiz. Va o'zini ko'chiramiz. Sal kattalashtirsak bo'lar ekan, masshtablashtirish bo'yicha. Endi